Bismillahirrohmanirrohim. Sobit ibn Zahhok roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. U kishi daraxt ashoblaridan edi. Hudaybiyadagi daraxt ostida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bay'atlashgan sahobalardan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: kim islomdan boshqa dinga binoan qasam ichsa, u o'zi aytganidekdir. Ya'ni aytgan qasami ham islomdan boshqa bo'ladi. Demak, inobatga olinmaydi. Odam bolasiga o'zi ega bo'lmagan narsadan nazr yo'qdir. Ya'ni masalan, agar kasalim tuzalib ketsa, falonchining hovlisini birovga hadya qilib yuboraman deb nazr qilsa, bu nazr o'zi ega bo'lmagan narsa ustida bo'lgani sababli unga vojib bo'lmaydi. Kim bu dunyoda bir narsa bilan o'zini o'ldirsa, qiyomat kuni o'sha narsa bilan azoblanadi. Kim bir mo'minni la'natlasa, bu uni o'ldirishi bilan barobardir. Kim bir mo'minni kofir deb tuhmat qilsa, bu ham uni o'ldirish bilan barobardir. Ya'ni unga qotillik gunohi yoziladi va qotilga beriladigan jazo beriladi.